Assalomu alaykum brifing ishtirokchilari. Mamlakatimizda keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga bugungi kunda keng imkoniyatlar yaratilmoqda. Xususan, Vazirlar Mahkamasining 2021-yil 19-noyabrdagi 693-sonli qaroriga asosan keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga sanatoriyalarda davolanish uchun yo'llanmalar berish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatish quyidagicha amalga oshiriladi. Yo'llanmalar O'zbekiston Respublikasi Tibbiy ijtimoiy xizmatlarni rivojlantirish agentligi tizimidagi keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush va mehnat faxriylari uchun sanatoriyalarga beriladi. Yo'llanmalar quyidagi toifadagi keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga beriladi. Urush nogironlariga va qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslar, halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning bevalari, respublika ahamiyatiga molik shaxsiy pensiya oluvchi shaxslar, Chernobil AES halokati oqibatida nurlanish kasalligiga chalingan va uni boshidan kechirgan shaxslar, shuningdek Chernobil halokati sababli nogiron bo'lib qolgan shaxslar, yadro poligonlari va boshqa radiatsiya yadro obyektlarida harbiy xizmatni o'tagan pensiya yoshidagi shaxslar, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, ko'zi ojiz birinchi guruh nogironni kuzatib boruvchi shaxslar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar, yoshga doir pensiya oluvchilar. Yo'llanmalarni berish davriyligi quyidagilardan iborat bo'ladi. Har yili navbat asosida urush nogironlariga tenglashtirilgan shaxslarga, respublika ahamiyatiga molik shaxsiy pensiya oluvchi shaxslar, Chernobil AES halokati oqibatida nurlanish kasalligiga chalingan va uni boshidan kechirgan shaxslar, shuningdek Chernobil AES halokati sababli nogiron bo'lib qolgan shaxslar, yadro poligonlari va boshqa radiatsiya yadro obyektlarida harbiy xizmatni o'tagan pensiya yoshidagi shaxslar, o'zgalar parvarishiga muhtoj bo'lgan yolg'iz keksalar, 2 yilda bir marotaba navbat asosida urush qatnashchilariga tenglashtirilgan shaxslarga, halok bo'lgan harbiy xizmatchilarning bevalari, birinchi va ikkinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar, ko'zi ojiz bo'lgan birinchi guruh nogironni kuzatib boruvchi shaxslarga, 3 yilda bir marotaba navbat asosida yoshga doir pensiya oluvchilarga, keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslar yoki uning vakillari davlat xizmatidan foydalanish uchun Davlat xizmatlari markaziga yoki Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali elektron tarzda ariza yuborishlari mumkin. Yo'llanmalar sanatoriyaning mavjud o'rinlaridan kelib chiqqan holda ajratilgan byudjet mablag'lari doirasida navbat asosida beriladi. Yo'llanmalar keksalar va nogironligi bo'lgan shaxslarga 12 kunga, yo'llanmalarning amal qilish muddatidan 10 kun oldin beriladi. E'tiboringiz uchun katta rahmat.